Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotadan uyimiz shahar markazida bo'ladi. Gazi, sveti bor yerdan, tinch mahalladan bo'ladi. Sirtining fasodlarini qarang, o'sha uyning qandayligini o'zi sirtining o'zi aytib berib turibdi. Uyning ichi bilan tanishamiz, ma'lumotlarni video davomida aytamiz. Ketdik. Uyimiz kirishi shunday katta koridordan boshlanadi. Kirgan yeri shunday ikki yoq o'ng qo'lingiz, chap qo'lingiz katta zal bo'lgan. Zal ham chiroyli shestirgan zal bo'lib tushgan. Mebel bilan bir televizor qo'ysangiz, zalning o'zi shunday hali bo'lib turibdi. Potoklar ham gipsokordlar qaqilib turibdi. Bu yog'ini ishlab olsangiz, rang berib olsangiz bo'ldi, shpakilovkasini tortib. Uy pollari ishlangan, laminat poldan bosilgan, eshiklari qo'yilgan. Bir qator kosmetikasini ishlab olsangiz bo'ldi. Mana o'rtaga vannalari tushgan. Kafellari bosilib turibdi. Vannaning ham почти tayyor. Salgina ish qilib turibdi. 80%, почти 80-90% bitgan. Bu esa spalniy xonalarimiz bo'ladi. Hamma uyning hamma yeri akfa oynadan ishlangan. Bu yoqda mana ikkinchi spalniy xonamiz. Uyning bosirilishini aytib beramiz. O'rsag'ashdan bosirilgan, steklovat to'shalgan, issiq tushib turadigan steklovat folga to'shalgan. Endi eng zo'r chiroyli yeri kuxnyani shunday zo'r etib qoldirgan. Qarasangiz bu yerda yov olsangiz ham bo'ladi. O'rib kuxnyaga bir mebel qo'yasiz, uголок bilan ishingiz hal bo'lib turibdi. Uy shunday bir feyzda chiroyli qaragan bo'ladi. Bu yog'imiz esa orqaga chiqib ketadigan eshigimiz. Arqa yoqning ham, old yoqning ham eshiklari yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Arqa yoq polniy zabor bilan o'ralgan. Kotelxonasi sirtqa joylashgan. Bu yoqda sirtqi hojatxonasi ham bor. Mana zabor bilan uyning orasida 1 metr, chamasi 1 metrdan ziyod yer qoldirgan. Bu arqa uyingizning arqa yog'ini ana o'tiraman desangiz, zo'r qulay etib qoldirgan. Shuni samimiy glavniy shifrlar ham zo'r shifrlardan bosilgan. Ranglari tanlangan, fasaddan ranglari, uyning общий mana plani zo'r chizilgan. Uyning planidan gap bo'lishi mumkin emas. Buning adresini keladigan bo'lsak, adresi Xorazm mahallada bo'ladi. Xorazm mahalla, Xorazm ko'cha. Shunday mashina bozoridan kirib kelsangiz bo'ladi. Mana domlarning orqasida o'sha yerga 4.5 3 tutli kottejdan tushgan bo'lga. Bahasi 550 million aytilyapti. Qaytlardan yeri bor. Kelib, ko'rib, egalar bilan gaplashib olishingiz mumkin. Salgina qaytlardan yeri bor. Agar ko'nglingizga joy yag'atan bo'lsa, bahasini kelishadigan bo'lsangiz, pulini notarsga sanab beraman. Dokumentlarda hech qanday muammo yo'q. Keling ko'ring, agar kelib ko'rajak bo'lsangiz, biz ham ko'rsatamiz. Sizlar bilan men Ixtirom Ichamovich. Shunday uyingizda birga tanishsangiz, videoni sadasiga berib qo'ying.